2017-yil Edu Action test markazi IDP IELTS bilan hamkorlikda O'zbekistonda birinchi bo'lib IELTS imtihonini o'tkazishni boshlashdi. Yoshlarimiz orasida ingliz tiliga qiziqish oshayotgan bir paytda Edu Action imtihon o'tkazishdagi qulayliklari bilan yoshlarimiz ishonchiga kira oldi. 8 yil ichida korxonamiz IELTS imtihoni o'laroq ko'plab boshqa xalqaro darajadagi CELTA, TKT, Certiport, CQS, Young Learners kabi imtihonlarni o'tkazish orqali yurtimizda yoshlarimiz uchun keng imkoniyatlar yaratdi. 2018-yil viloyatlarda birinchi IELTS imtihonlari o'tkazilishi yo'lga qo'yildi va Cambridge English bilan shartnoma tuzilib, rasmiy Cambridge imtihonlari o'tkazilishi boshlandi. 2019-yil Edu Action test markazi tomonidan O'zbekistonda birinchi marotaba CELTA kursi o'tkazilishi boshlangan. Qolaversa, ushbu yilning fevral oyidan boshlab birinchi IOC imtihoni o'tkazilgan. 2020-yil karantin bo'lishiga qaramasdan, iyun oyidan boshlab nomzodlarga qulaylik yaratilgan holatda IELTS imtihonlari o'tkazilishi davom ettirilgan. Video call speaking imtihoni o'tkazilishi boshlangan. 2021-yil viloyatlarda ham IELTS on paper imtihonlari maxsus quloqchinlarda o'tkazilgan. 2021-yil fevral oyida Edu Action tomonidan DTM xodimlari uchun TKT imtihoni tashkil etilgan. 2022-yil aprel oyida markaz nomzodlarga yanada qulaylik yaratish va imtihon o'tkazish hajmini yanada kengaytirish maqsadida yangi ofisda o'z ishini davom ettirishni boshlagan. Bundan tashqari, Cambridge Englishning ustozlar uchun mo'ljallangan TKT imtihonlari ommaviy tarzda Edu Action bilan o'tkazishni boshladi. 2023-yil IDPda O'zbekistonda birinchi IELTS 9 ball sohiblari chiqqan. Hozirga kelib esa 92% naynerlar o'z imtihonlarini albatta IDP bilan topshirishgan va bu raqamlar oshishda davom etyapti. 2024-yil Edu Action test markazi O'zbekistonda ilk marotaba IELTS olamidagi eng katta treninglardan biri Mega IELTS Show tadbirini Xalqlar do'stligi san'at saroyida tashkil etdi. Xususan bu yilda Certiport imtihonlari ham o'tkazilishi boshlangan. Ulardan IC3 esa davlat tomonidan oyliklarga 20-50% ustama qo'shilishi ta'minlandi. 2025-yil Edu Action Exam Center viloyatlar bo'ylab rasmiy ofislarni ochishni boshladi. Quvonarlisi, bu yilda O'zbekiston dunyo miqyosida TKT imtihonini topshirish bo'yicha Xitoy va Meksikani ortda qoldirib, dunyoda birinchi o'rinni egalladi. O'zbekistonda TKT imtihonini topshiruvchi nomzodlarning 90% ga yaqini Edu Action test markazini tanlashgan. O'tgan 8 yil davomida Edu Action 300 mingdan ziyod nomzodlarning orzularini amalga oshirdi. Hozirda Edu Action bilan nomzodlar IELTS, TKT, LinguaSkill, CQS, Young Learners, Certiport imtihonlarini o'tkazib kelmoqda. Edu Action test markazi bu faqatgina imtihonlar o'tkazuvchi markaz emas, balki yoshlarning orzusi boshlanadigan joy. Ularning birinchi qadamiga qanot bo'lgan maskan va eng muhimi, ko'plab imkoniyatlar va ishonch ramzi. Take the test with the best.